Rubin ko'llari bilan boshqa ko'llarlar bilan tayyorlangan kraskamizni farqini surib ko'rsatamiz o'rtoqlar. Qo'limda ko'k rang, ya'ni bu boshqa ko'llardan chiqqan rang, surib ko'rsataman farqini. Ana endi bu Rubin ko'llariga tayyorlangan xuddi o'sha rangimizni. Ana endi sarı rangimizga o'tamiz. Bu boshqa brend. Xuddi o'sha sarı rang ana endi Rubin ko'llaridir. Oxirgi natijamiz rozevi rangda. Boshqa brend. Bunisi o'sha Rubin ko'llari. Shu turishidan ham katta farq sezmayman. Mabodo sizlarga sezilayotgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Qaysi biri boshqa brend ko'llardan, qaysi biri misol Rubin ko'llaridan. Shunga o'xshagan ma'lumotli videolar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu profilga obuna bo'lib qo'yinglar va keyingi videolarni kutinglar. Foydalaringlar, zajgan.